Endi siz xavfsizlik kamari taqishingiz lozimmi? Videoni oxirigacha ko'ringlar. Albatta xavfsizlik kamari taqmaydiganlar uchun qisqa bo'lsa ham ma'lumoti bor. Videoni oxirigacha ko'rib, sahifamizga obuna bo'lib, videoga bitta layk bosib obuna bo'lsanglar, kunlik ma'lumotlar o'tkaza olmaysizlar. Sog'liqni saqlash vazirligi 2026-yil 13-yanvarda buyrug'i bilan salomatlik xavfsizlik kamari taqish imkonini bermaydigan shaxslar ro'yxatini rasman tasdiqladi. Ro'yxatda jami 20 turli kasal kiritilgan. Jamlangan haroratdan va so'nishlar, umrbod tush suyak yoki kemar quvurlari, umurtqa, nafas olish tizimi og'ir kasallik, yurak qon tomir tizimining og'ir holatda 3-darajali semizlik, bo'yi 150 santimetrdan past bo'lmagan shaxslar. Bu huquqdan foydalanish uchun tibbiy muassasalarda QR kod orqali elektron ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Ma'lumotnoma odatda 1 yil muddatga beriladi. Ayrim holatlarda o'zgarishlar kiritiladi. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan yaxshi va tezroq xabarlardan xabardor bo'lib kuzatib turasizlar.